Qanday qilib men 3000 depozitdan 2 kunda 38000 qildim. Yangi M-Tour sotib olish uchun challenge boshladim. Boshlang'ich depozitim $5000 edi. Biroq yaqin Sharqdagi urush tufayli oltin bozori keskin beqaror bo'lib qoldi va men 18000 ni to'liq yo'qotdim. Bu meni butun depozitim edi. Bir necha kun dam olgandan so'ng men bozorga qaytdim. Bu safar atigi 3000 bilan boshladim va 2 kun ichida uni deyarli $38000 qildim. Bugun esa BMW M-Tour sotib olish uchun navbatdagi savdo kuni. Tilada juda yaxshi vaziyatda ushlab oldim. Narx kuchli o'sdi va ko'p vaziyatlarda 50-60% gacha qaytuv qiladi. Men shu vaqtda narxdagi FVG zonasidan buy bitimlarni ochdim. Bitimlar plus $1900 foydaga chiqdi va men dash ushlab turaman deb uni yopmadim. New York bozori ochilganda narx pasayib, meni limitlarimni oldi va bitimlar minus $2300 gacha kirdi. Shu vaqtda stop lossni pastroqga tushirdim va kutishni boshladim. Va nihoyat narx men analiz qilgandek yurdi va 6500 plusda yopdim. Balansni $44400 gacha ko'tarib qo'ydim. O'zim ochayotgan bitimlarni Telegram kanalida qo'yib boryapman. Sizlarga ham qiziq bo'lsa, foydalansanglar bo'ladi. M-Tour olishga ancha yaqinlashib qoldik. Ochiqni aytsam, balans qancha ko'paysa, bosim shunchalik ortadi. Lekin men tajribamdan kelib chiqib, kamroq bitim ochib, riskka ushlab turibman. Shu oy o'zida M-Tourni ola olamizmi? Nima deb o'ylaysizlar?